Sizlar bilan bu gamer 1 do'stlar, bu videomiz ana bu qismimizning ikkinchi qismi. Bu qismda albatta qasr qilamiz. Yana nasraga kirdik. Do'stlar, birinchi qismda aktivni juda ham past qilib sizlar atiga like bo'pti. Shuning uchun bu videoda aktivni baland qilasizlar degan umiddaman. Hozir mana ertalabda mana bu daraxtlarni chopib tashlaymiz. Keling, menga qarab. Bir tiyinga qimmat sotuvchi. Sen. O'ltiradimmi? Keraksan. Hozir endi qurilishni boshlaymiz. Bu yoqqa 10 ta blok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu yoqqa esa 8 ta blok. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yana bu yoqqa 10 ta blok. Bu yerni biz ombor qilamiz. 4 ta blok tepaga. Do'stlar, bu yerni askarlar turar joyi qilamiz. Aytgancha do'stlar, o'zbeklar PUBG o'ynaydiganlar ham bor. PUBG o'ynaydiganlar ko'rsa, mana bu buyuk jangga kirasizlar. Reytingli dunyo bo'yicha 1 va 3 o'rinda turibdi. Iran degan odamga ban berasizlar. U banda shikoyat degan joyga kirib boshqaga ezib turib, tez Timeting deb 3 ta nuqta qoldirasizlar. To'fon degan bir youtuberni dunyo bo'yicha mana shu buyuk jangda 1-o'rinda turgan odamga ban berdirishgan. Ular To'fon u o'zbek edi. O'zbeklar endi поддержка qilmasak To'fonni bo'lmaydi. Hamma ana shu haqida video olib yotibdi. Men esa mana aytgancha do'stlar, kimga UC kerak bo'lsa, men sizlarga Buldrop saytini tavsiya qilaman. Chunki Buldropda har xil keyslar orqali UC va valyutada ham UC olish mumkin. Buldropdan UC olish 50 kellik. Men sizlarni majburlamayman kirib ol unaqa deb.
o'tgan qismda 15 ta like bo'lmagani uchun men hozir bir dona uy qurib uni jihozlayman xolos. Agar bu qismda 13 ta like bo'lsa, bo'pti, ana shunday shahar qurib olaman. 13 ta like bo'lsa aytganimdek qishloq, agarda 30 ta like bo'ladigan, 40 ta like bo'ladigan bo'lsa shahar qilaman. Qishloqlar nima? Afabang zamla. Do'stlar, men bir maqsad qo'ydim, ya'ni aprel oyining oxirigacha 320 ta obunachi bo'lish. Buning uchun sizlarning yordamingiz kerak. Bular pastga tushib obunani yoqib qo'ying. Ha, ikkinchi qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ying. Obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqqanlarga katta rahmat. Lama kimgadir tuflayotgan egasiga kimdir nimadir qilgan. Lekin bu seferda bir o'zi do'stlar, aytgan so'zim esingizda qoldi degan umiddaman. Timiting deb joylashab, joylashab turib undan keyin mana deb yozasizlar. 3 ta nuqtacha oddiy. Telefon uchun qasos bor. U Iranlikli odam o'zbeklarni ko'ramadida, chunki ular aktiv yo'q, poddershkasi yo'q. Hech kim ular poddershka qilmaydi. Biz mana u qanday kelib chiqmaydi endi. U to'fon streamda ko'p kuchaytiradi. Mana shunday kommentga bolalar yozgan mana deb. Biroz zaddershkani bering. Biz ham kirib kill bo'lib beramiz, yordam beramiz degan. Bo'pti deyishgan. Undan keyin zaddershkani bergan. Keyin Iranliklar, Iran u to'fon streamlardan video qilganda ban bertirgan. Mana ban beringlar obunachilarim deb u Iranlikli odam ban beringlar deb mana yozganda do'stlar. Uni hamma obunachilari ban bergan to'fonga. Undan keyin to'fonim mana banda akkaunti buyuk jangda hozir yo'q.
Do'stlar, bugungi video roligimiz shulardan bog'liq edi. Videoga like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aytgancha aprel oyini oxirigacha biz 320 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Qani hammaga xayr. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan Abu Gamer 1 bo'ldi.